Assalomu alaykum, hurmatli Surxon Agro YouTube kanalini kuzatib boruvchi hamda bog'dorchilikka qiziquvchilar. Hozirda ko'rib turganlaringiz bu Eronning Ahmadi va Akbari navli xandon pista ko'chatlari bo'lib, bu o'simlik ko'pgina afzalliklari bilan boshqa o'simliklardan anchagina farq qiladi. Ya'ni yozdagi yuqori haroratga, suvsizlikka, qishda esuvchi kuchli shamol va anomal sovuqga, shu bilan bir qatorda diyorimizdagi barcha tuproq tiplariga moslashuvchandir. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, sho'r tuproqlar bundan mustasnodir. Qolaversa, bu navli pista ko'chatlar ko'pgina zararkunanda hasharotlarga chidamligi bilan ham ajralib turadi. Ana shu farqi sababli men bu o'simlikni hozirda respublikamizdagi barcha bog'dorchilik va dehqonchilik bilan shug'ullanuvchilar hamda qiziquvchilarga tavsiya qilaman.